Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muşu emr-i maruf vez nasihat deymiz hamda. Yaxşılık buyurup, yamanlıqdan tutuş her qandaq bir Müslümanның üstüge perizde. Bu alimning üstüge bilgençilik periz. Qanchalik jiq binas bilsa, shunchalik jiq odamga vaz nasihat qilishi kerak-da. Qanchalik yuqori bo'lsa, mas'uliyatni yuqori bo'ldi, qanchalik tuyan bo'lsa, mas'uliyatni tuyan bo'ldi. Odatki bir Müslümanninki mas'uliyati hamda o'zining oila a'zolaridan boshlab, qulim qo'shnilardan boshlab, tuqqanlardan boshlab, o'zi kipi o'tadigan kishilarga to'g'rini so'zlab berish, xatodan tusash hamda. Bu shu payg'ambarninki yo'li. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelgandan keyin bu 4 kishi bilan dinni bir qancha yil davomlashtirdi. 4 kishi bilan. 4 kishi aran iymon etgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiy kelgandan keyin bunda vahiy keldi deb kelganda ayoli onamiz Xadija radhiyallohu anha iymon etdi. Sen degan rostchil odamsan, sana ayna vahiy kelgan bo'lsa haq o deb. U eng yaqin do'sti Abu Bakr radhiyallohu anhu unga iymon etdi. Undan keyin nima Ali ibn Abi Talib şu çağda Resulullah'ın uyudu, Resulullah bekvaganını. O kişi iman etti. Onun olan şu öyle hizmetini kıldıkan bir kişi vardı de. Zeyd ibn Harise der. O iman etti. Şuna olmuş 4 kişi olan bu dinini götürüp bağlı kılıp uzun geçe. Şu vez nasihat kıldı. Şu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e "Fasta' bima tu'mar ve a'rid al müşrikin" deb. Sana buyurulgan uçuk aşkara ilan kılgan 3 yıldan keyin vahiy 3 yıldan keyin uçuk aşkara ilan kılgan ve müşriklerden yüz örgün degan Sapa taqı chiqib, hozirgi Sapa Marva deb qilma o ömre haj qilganlar aylanimizgo, Sapa taqı chiqib turib aşaga shu qabilalarni bütün chaqirib şu çağda aşdaq vez nasihatni, aşkar vez nasihatni başlaganda sizlarga men hozir Allah'ınki peygamberi men Allah'ın azabını sizlarni qo'rqitaman. Mushundal ketib borsangiz sizlar Allah'ın azabını ogohlantiryapman men sizlarni deydi. Shunda deganda Abu Lahab tag'isi o. Abu Lahab sen mushunga bizni chaqirdingmi? Mush ishga chaqirdingmi? deb qo'lni shiltib aylanib qo'ygandan keyin tabbat yada Abi Lahab va tab degan suyruq tushibchi shunda Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketdi deb. Qurib ketdi bu odam ikki qo'lidan maqsad bu odam tugishida halok bo'ldi deb. Bu iymon etmay ketdi, do'zaxga kirdi deb oyatda shunda deyilgan. 10 yildan keyin o'ldi bu. Oyatni tinglab turib bu Alloh taolo hidoyat bermagan, qalbini ichib etmagandan keyin shu iymon etmay o'lib ketdi. Qur'on Karimning bir mo'jizasini ko'rgan bo'ldi-da buningda. Qur'on Karim uni iymonsiz do'zaxga kirdi dedimi? Deganiga chuqur shunday bo'ldi u. Agar u kichkina aqlni ishlatib Muhammed sen la ilahe illallah Muhammed Resulullah desa jannatga kirdi dedim. Yalgandım bosma. Ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb iman etdim mi ne deb. Yalgandım bosma imanını. Yalgandım bosma ayda deb koygan bosma Qur'on Karimga ziyon yetkazadi de bu. Bu Qur'on bunda deydi. Do'zax kirdimi? Do'zax kirmayotgan bo'ldim, o iman etdim men deb qiladi. Shu aqlni Alloh bermadi. Chunki aqlni mu yaratuvchi Alloh, aqlni keltiruvchi Alloh u. Shu aqlni bermadi. Shunda olib 10 yildan keyin o'ldi. Bizning demoqchi bo'lganimiz hamda bu dinda vaz nasihat qilish, yaxshi kishilarni yaxshilik buyurib, yomonlikdan tusish birinchi farz bizda. Naytbek muhim. Mushu orqali biz dinimizni saqlab qola olamizda. Endi mushu vaz nasihat bo'lmagan vaqtida qavmning halokati boshlandi. Qavmning halokati, ziyon tortishi mushu dunyoda boshlandi. Vaz nasihatni tark etilgan vaqtda hammasi halok bo'ldi. Şu kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun deydi Qur'on Karimda. Mushu Yahudi Nasaralarninki shu insonlar yomon ishni qilsa, yomon ishni to'smaganlik uchun bular shunday halokatga yo'liqqanligi to'g'risida shunday oyatlar kelganda bir qavmda mushu haliqi yomonlikdan to'smasa, yomon ishlar yaxshi ish qatoriga o'tib qilib, yaxshi ishni
yaman ish qatori kiritgan ish ekan. Shunga Lut alayhissalomning qavmi akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun deydi. U Lut alayhissalomning qavmini lavatat qilgan bunda paskina, bunda meynat bir millatga, ashida bir xalq. Al Lut alayhissalom anda qilmagani pokiz bo'lgan ekan. Yurtingizdan chiqirib o'tinglar bo'lni. Chunki bular pok odamlar deydi. Pok bo'lganligi gunoh bo'lib, pok bo'lganlik uchun yurtingizdan chiqirib o'tinglar deydi. Bunda ta'tilga o'rinib qolib, vazniyatda tark etilsa, oyinda bo'lib qoldi. Bunda bir qissa bor. Bir podshoning bir balasi tug'ilib ekan, bequluq yo'q tug'ilib qolibdi-da. Bequluq yo'q tug'ilib qolgandan keyin bu podsho xijillab, men podsho tursam, podshoning quluq yo'q balasi tug'ildi desa, butun shaharga purkasi men qanday qilaman deb vazirlarini chaqirib, maslahatlashib, qanday qilsak bo'lar degan ekan. Tamam, bu balani biz boqamiz. Bu balani shu tug'ildi deb e'lon qilamiz, ammo shu mushi yildan boshlab tug'ilgan balaning hammasini bequluqini kesib debdi. Hammasi bequluqini kesib debdi. Ma'qul deb amr chiqarib, shu podshoning balasi tug'ilgan yildan tortib qanday bola tug'ilsa bequluqini kesib ekan. Kesib atganda 10, 20, 30 yildan keyin u shaharning ahlining hammasi bequloqlik bo'lib qoldi ekan. Chunki o bequluqni kesibdi, bequloq. Boshqa shahardan ikki quloq odam kelsa, zangli qilib o'tirgan ular. O ikki quloqli odam kelma, o zangli qilib o'tirgan. Nimishqa? Bu eliqi yaxshilik ta'tir bo'lib qolgandan yomonlik yaxshilikni o'rniga bo'lib qolgan xalqni aynda. Hozir Turkiyada masalan CHP zihniyat deymiz, Atatürkninki partiyasiga ergashib turgan Atatürkning e'tiqodiga ergashib turgan bir xil bir millat bor Turkiyadagi turklarning ichida. Bular bunda eliqi mushu zihniyatdagi Atatürkçi shu ayollar, yalang'ochlik ayollar beşini yögügen, aç sınırlarımız başı yögenlerini koysa, üzü üçün bir tehdit deyip, siz üzünüzün Müslüman, biz Müslüman emas deyip qaramsiz dedi. Bunun gep qolmasına bakalım. Yok, siz mi bizden bulan, Allah buyurdu beşinin yögeşini, aynı kılan dese, siz üzünüzün Müslüman çağlap, biz Müslüman emas çağlamsiz dedi. Xud bunun nazarında, beşini yögenli ahlaksızlık kılganlık sanıldı ala. Ahlaksızlık kılmadı bu. Deb eyiblayotdi. Aslida eyiblash kerakligini bor, yalang'ochlikda eyiblash kerak, nima? Andaqa emas. U musulmonlar boshqalarni eyiblamaydi. Haqiqiy musulmonlar boshqalarni eyiblamaydi, tarbiyalaydi shunama. Sal tarbiya. Uni eyiblab turib tarbiyalagila olmaydi. Ammo ola musulmonlarni eyiblaydi. Ammo shunday bir nimacha? Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday deganda bir hadisda al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'minning aynikidir deydi. Mu'min adamning ayniki. Onun kamchiliklarini, xatoliklarini dabbirdi deydi. Endi bu hadisni tushunishda necha qadam biladi bu hadisni ama hammadan buni nihoyat mukammal darajada tushunib ketolmaydi buni. Endi mu'minning ayniki desa, shu bir kishilarni, "Voy sen bugun yoki soqolingni qisqa qo'yapsan-ku, yoki ishtirangni uzun kiyibsan-ku, yo anda qilibsan-ku, bunda qilibsan-ku" deb kishilarning oldida rezil qilib, kishilarning oldida o'zining taqvoligini ko'rsatib, aning yuzini tushib, anda qilishni xuddi shu vaz nasihat qilganlik deb jo'ylaydi ba'zilar. Bu aziyat berganlik, bu hasadxo'rlik, dushmanlik, aziyat berganlikda asli vaz nasihat qanday bo'ldi desa, umumga burtgan vaz nasihatni ismini chiqarmay umumga deydi. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir Rasulullohga yoqmagan bir ishni sodir bo'lsa, nim bo'lganda bu qavmga bunda ishni qilib, bunda ishni qilib, falonaqun demaydi. Ammo maxsus bir kimga tarbiya bermoqchi bo'lsa, uni jamoatning oldida emas, ayrim chaqirib, "Sening ma ishing xato, bunda" deydi. Nasihat bunda bo'ldi. Buni suiiste'mol qilayotgan insonlar bor. Endi men hadisga kelsak hamda mu'minning aynikidir deganda, bunun ikki cho'ngmasi bor. Biri aynak degan bir odamninki satlikini, chiroylik tarafini o'z ayni ko'rsatib turishidami? O'z ayni ko'rsatib turdi. Shunga biz bir mu'minninki ayniki bo'lgan bo'lsak, bir mu'minga gap qilmoqchi bo'lsak, u odamning yaxshi tarafini deymiz. Kamchilik tarafini deymiz, ammo o'ziga jamoatning o'tirdi emas.
yaxshi tarafini deymiz, kamchilik tarafini deymiz. Masalan, bizga nasihat qilmoqchi bo'lsa, biz sizning bunda cho'ng yaxshiligingiz bor. Sizning 5 vaqt namozga chiqsangiz, halol yeysiz, ro'za tutasiz, oilangizdagilarga yaxshi muomala qilsangiz, muomalangiz durust, yaxshi ish qilasiz deb bilib, bunda kamchilikmi bor sizda deb qo'shib deymiz. Aynak bo'lgan shu chaqda aynak bo'limizda, aynak odamning chiroyli tarafini ko'rsatib, sat tarafini ko'rsatdi-ku. Biz aniki sat tarafini ko'rsatib, chiroyli tarafini ko'rsatib qo'ymasak, u kam qilgan bo'limizda, shunga bir odamning yaxshi tarafini deb deymiz uningga. Yomon tarafini deymiz. Aldag'in shuncha aynak bo'lgan aynakka o'xshash ko'rsatgan bo'lamiz. Ikkinchisi, aynak hech qanday bir odamning dilini og'ritmay, hech qanday bir odamning obro'yini tushirmay, hech qanday bir odamga aziyat bermay, depirtani. Shunday emasmi? Aynakka qarab tursak, aynak bizni hech kim qilmaydi. Ammo bizlar aynakka o'xshashning kamchiligini depadim deb, "Voy falonni sen anda qilyapsan, sen bundaq yoki sen anda sen bundaq" deb kishilarningki g'ururiga tegitgan, kishilarningki aziyat beradigan, kishilarning dilini og'irtadigan bundaq ish sodir bo'lmasligi kerak. U chaqda biz mu'minning aynaki bo'lolmay qoldim. Ya'ni bu yerda ikki masala. Aynak o'z aynasini ko'rsatib turdi. Sattikini ko'rsatib turdi, chiroyli tarafini ko'rsatib turdi. Ikkil tarafini deyish kerak. Chiroyli tarafimiz ma'lum, sat tarafimiz ma'lum, shundaymi? Aynak yana biri aziyat bermay, og'ritmay, qiynamay, yuzini tushirmay deb turdi. Bizmi shunga o'xshash, bekimning obro'yini tushirmay, bekimning yuz obro'yiga daxl yetkazmay, u odamning achchig'ini keltirmay, u odamni kishilarning oldida rasvo qilmay, bunda deb berasak aynak bo'lgan bo'limizda. Shunga shu vazn nasihat qilishdimi? O'rganib olish kerak. Vazn nasihat asli umumga qilingan vaqtida, umumga qilinganda bir shaxsning ustidan bo'lmaydi. Umumga bunda bo'ldi. Agar bir shaxs maqsad qilingan bo'lsa, u yerda uning qanday iymon qilmay, u shaxsni ko'rishib, alohida o'ltirib, chiroyli nasihat bilan uning alohidliklarini deb bilib, ondan alohidliklardan keyin sizning bunda kamchiligingiz bor deb bunda qanoat qiladigan shaklda bunda qilsang, aynan bo'ldi. Endi hozir nimada sosyal medyada ijtimoiy taratqular deb qo'yamiz ya, vaz nasihat qildim deb kishilar ashuna buning ichida hasadxo'rlik, dushmanlik, buzg'unchilik, ishning hammasini elib bordi-da. Masalan, bir ish qilgan bo'lsa, uningki endi inson degan bir farishta emas-ku, yo payg'ambar emas endi. Inson degan xatolashidi, kamchiliklar bo'ldi, kamchilik yo'q, kamchiliklarni o'ziga demay, u kamchiliklarni sosyal media e'lon qilib, "Bunda qildi, bunda qildi", 99 yaxshi tarafini demay, bir dona kamchiligini deb aynan e'lon qildi. U o'zini nima deydi desa, "Men vaz nasihat qilguvchi, to'g'rini deb birtgan odam" deydi. Asli to'g'rini deb birtgan odam emas. U yo hasadxo, yoki dushman, yoki buzg'unchi endi. Shunday emasmi endi? Endi haqiqiy nasihat qilgan u odamni dunyoning qayerda bo'lsa topa oladi. Uzoqda bo'lsa telefonda topa oladi, yaqinda bo'lsa o'zini topa oladi, o'ziga aynan qilish kerak-da. Ammo vaz nasihatni tark etishga qat'iy bo'lmaydi. Vaz nasihat nerdan boshlaydi? O'zimizga qilishdan boshlaydi. Dastlabki o'zanga. Ey nafsim, aynaga qarab turib biz, ey nafsim, Alloh meni shunda go'zal yaratibdi. Alloh taolo meni shunda qomatli yaratibdi, menga aql beribdi, menga shunda iymon beribdi, hidoyat beribdi. Meningki ba'zi ishlarimni bunda yanlış, xato, ba'zi bunda ishlarim bor. Shu ishlarimni tuzatishim kerak deb o'zimiz so'z berib, nasihatni birinchi o'zimizga qilamiz. Undan keyin andin ahli avlodimizga buning amaliyatimiz bilan. Asli bunda kichik bolalarga, masalan, 6-7 yoshga kirib o'g'ilcha 0 yoshdan 6 yoshgacha bolalarga lekin so'z bilan yo'q, hech qanday so'z bilan emas. Faqat o'zingizning yurish-turishing bilan, gap so'zing, axloqing o'zi tarbiya, o'zi vaz nasihat shu. Ammo sening axloqing boshqa, u bolaga lekin telefon kelsa, "Bolam, dadam uyda yo'q" deb qo'ygan deb qolib turib, undan dadam, "Bolam, yolg'on aytishga bo'lmaydi" deb qo'ysa, u bolaning kallasida ziddiyat bo'lib, bu dadam yolg'on aytma da'vatida, ammo o'zi menga yolg'on aytyapti deydi masalan. Shunga o'xshash u 6 yoshgacha so'z bilan emas, faqat shu
yürüştürüş, bizning yürüştürüşimiz, bizning gap sözümüz, bizning ibodatlarimiz, axloqimiz, muomalamiz, ashuni hammani oladi bu bola chamdi. Bizda nima bo'lishi bor? Qozonda nima bo'lishini oldi. Qozonda umaç olsa umaç aldı, polo olsa polo aldı. Nima bo'lsa shuni oldi hamda bola. Uningdan 7 yoshdan keyin andin rasmiy ta'lim, o'g'itish, ma to'g'ri, ma xato deb gap bilan, so'z bilan o'g'itish kirdi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam balani 7 yoshga kelganda namozga ko'ndiranglar deb buyurganda, 7 yoshga kelgan. 7 yoshga kelgandan keyin rasmiy ta'lim boshlandi. O 7 yoshga kelgichilar u bizningki shu bizning o'zimizningki shu yurish turishimiz bilan bo'ladi. Masalan, shu kichik bolaning ikki ko'zi nada tiz ayda altgan kamera adamı bak usti bak mahiramni ikki ko'zicha bütün ishlarimizni kontrol qildi. Hatto namozdagi shu qo'llarimizni mushtanim qilgandan tortib, namozda o'tirishlarimizdan tortib va shu gap so'zimizdan tortib, muomalamiz, mingish turishimiz, mashina haydashdan tortib, balla shuncha diqqat qilinglarki, balla shuncha diqqat qildi, diqqat hammani qachilaydi. Oladi. Bizning kopiyamiz bo'ldi endi, kopiyamiz bo'ldi. Qanday bo'lsang shunday bo'ldi endi. Endi uni masalan o'zingizga yurish turishi, gap so'zlar boshqacha turib, bir kitobdan o'qib kelib, bunda qilsa to'g'ri bo'lgan, bunda ekan deb necha 100 ming kitobni o'qib bersak, bir tal foydasi yo'q. Nol, hech qanday foydasi yo'q. Nimishqa? U bola o'chadi, o sening diginingni emas, qilg'iningni ko'rdi. Diginingga emas, qilg'iningga agishidi. Shunday emasmanda, qilg'iniga agishidi. Shunga shu vaznasiyat shartning boshida dastlabki o'zimizga, nafsimizga, unga ahli avlodimizga, unga atrofimizdagilarga, uningin jamoatga. Masalan, hamma narsada o'zimiz shu mukammal bulab shu tarafda, shu tarafni yaxshi tutib bulab, shu tarafdan meni ma'vu bunda Boşunda buluş kerak deb qilish kerak. Ammo o'zing qilmagan ishni, o'zing yanmagan gunohdan boshqa odamni to'sqilmaydi, boshqa odamni endi to'ssang shu foydasi bo'lmaydi degan gap endi. To'ssang sen nima qilasan ku deydi endi u. Inson bo'lganini deydi-da uni. Ammo shu hamda shu o'zing hammada o'zing birinchi amal qilib, shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qanday bir ishga amr qilsa, birinci olarak bizi kılattı da, şu namazga buyurgan çağdama, yani Allah Teala Resulullah'a namazını üzden ve'mur ahlaka bis salati ve sabr aleyhi dedi. Ailendekilerini namazga buyurgun, üzden kuşluk oğun, buyurgun, üzden kuşluk oğun. Birinci olarak üzden kıtlarken. Ama binası, aşı men'i kılgan işte mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci olarak aşını kılmaydı, men'i kılmadı diyeceğim. Şu an bu bizimki asli bunu jiq gap qilib o'zini nasihat qilish kerak emas. Bir insonninki mushu nayda hamma tarafda durust bo'lsang, axloqing, ibodatlaring, yurish turishing hammasi islomning mezoniga durust bo'lsa, ashning o'zi tarbiya. Gapga ketmaydigan, gap ketmaydigan tarbiya. Qanday bir odam balamni obdan tarbiyalay, ahli avlodimni, atrofimdagilarni yaxshi tarbiyalaydi desa, u odam o'zi mukammal ashdaq, o'zini tarbiyalasa, ashi yetadi ekan. Gap qilmay o'zini tarbiyalasimi, boshqa shunga agishadi ya. Amoyda bo'lishimiz kerak deb aytadi ekan. Shunga mushu vaz nasihat, tarbiyalash, yetaklash, mushu ishlarga bek ko'ngil bo'lish kerak. Bu ahli ilmlarning, o'qiganlarning, imomlarning, mollalarning ishi emas. Hammasi o'zining vazifasini qildi. Bir imom, bir xatib o'zining ustiga tushganini qildi, o'zininki qobiliyati yetganini qildi. Bir qarim o'zining yetgan kuchi yetganini qildi. Odatdagi bir dehqon o'zininki kuchi yetganini va o'zininki imkoniyati va o'zining ilmiga ko'ra vaz nasihat qildi. Odatdagi bir kadr deyli, ishchi deyli yoki bozorda ishlayotgan biznes deyli, ashulimi o'zininki iqtidori va o'zininki imkoniyati bo'yicha qildi. Masalan, hammadan taqvo bo'la oladi. Bir muallim maktabda mushu balla mening mas'uliyatim ustida. Mushu balla mening mas'uliyatimda. Bu ballaning Allohning oldida men javob beraman. Chunki mushu ballaning umri, mushu ballaning vaqti baqoga o'tib ketsa, Alloh mendan hisob oldi. Shu mushu ballaniki shu kallasini iymon, hidoyat, ilm bilan to'ldirishim kerak deb bunday qilsa taqvolikning tam o'zi ashayna. Bir dehqon men meni hiyla qilmay
ziroatlarga hiyla qilmay, shu o'zining durustlik bilan hamma ishni durust qilib bunda ishlayman deb ayni ishni Alloh ko'rsatgan bo'lib bunda ishlayman desa, bu dehqon eng taqvolik degan shu ham deydi. Am bir bozorda ishlayotgan odam, men xaridorlarga rostchil, sodiq, samimiy bo'laman deb ashuna qilsa, shu taqvolikning o'zi. Shu taqvolikni mechitdan topilmaydi. Mechitda taqvolikni mechitda izlagan odam xatolashidir. Chunki mechitga har qanday odam kirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida Rasulullohning aqsi turib namoz o'qib, mechitdan chiqib Rasulullohni tillayotgan munofiqlar bordi. Uni nima deymiz endi? Mechitda billa namoz o'qiydi, billa. Talaga chiqib Rasulullohni tillaydi. Shu mechitga kelgan odamni Allah yaxshi odamga kirdi, umuman yaxshi odamga kirdi shu. Mechitga odam degan yaxshi, Allohni deb kirdi. Ammo shuning ichida mechitga kirganligi uchunla madamni yaxshi degan bo'lmaydi. U odam nima bilmas? Muomalada, bozorda, savdoda. Odamninki insonlarni baholayotgan bular bozor, savdo. Eng yomon yeri shu muomala. Muomalada durust bo'ladigan inson boshqa ishlar durust bo'ldi. Chunki pul ketmaydigan ibodatlarni hammadan qila oladi. Ro'zani tutadi, namozni o'qiydi, hajga, haramga, umrga berib keldi, sayohatni onda berib keldi. Uni qila oladi. Ammo muomala durustlik, axloq, moya kelgan vaqtida chiq adam bilni qo'yib birda. Shunga buni mechitdan izlamaymiz, taqvolikni mechitdan izlamaymiz. Shundoq shu muomalani izlaymiz, muomalani durustlikni izlaymizda. Shunga har qanday odam o'zing durust bo'lsang, bu da'vatning birinchi eng manfaatli tarafi bu. Gapdimi bak, amaliyatingda. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining amaliyati bilan da'vat qiladi va o'zining so'zi bilan da'vat qiladi. Shunga hadis, sunnat deganmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zining amaliyati, o'zining amaliy qilganlari, so'zlaganlari va o'rgatganlari shu hadis, sunnat deb shunda kelgan aynan. Shunga Alloh taolodan hammalarga to'g'ri yo'lda sabit qilishini tilaymiz. Shu da'vat ishlarini nada bo'lsa bo'layli, qayerda bo'lsa, mayli dehqonchilik maydonida bo'layli, mayli bozorda barxolkada bo'layli, yoki maktabda bo'layli, madrasada bo'layli, masjidda bo'layli, ko'chada bo'layli, nada bo'lsa, shu Allohning yo'li da'vat qilman degan niyat bilan o'zimizning shu yaxshi muomalasini ko'rsatib kishilarga, yaxshi tarafimizni ko'rsatib, amaliyotda shu yaxshi ish qilib, ba'zi vaqtda so'z bilan, ba'zi vaqtda harakatimiz bilan shunda da'vatni qilsak, biz Rasulullohning yo'lda mangan Rasulullohning irodasiga va da'vatiga varislik qilgan bo'limizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shu dinini 14 asrdan beri mishal elib kelganlar, hukumatlar, davlatlar, qurolli askarlar emas, bizga o'xshash odatdagi shunday kishilar atadan balaga jamoatni yetkazib kelgan. Shunday yetib kelgancha bu kishilarningki shu sadoqati bilan, kishilarning dinga bo'lgan shu haqiqiy shu mansubiyati bilan shunday yetib kelganlikda hamda shunga dinni oxirgi yetkazadiganlar qiyomatgacha shu elib boradiganlar, ya'ni shu mu'minlar, shu Rasulullohningki haqiqiy varislar bo'lgan ulamolar shularcha hamda shu da'vat ishlari faqat bu oddiy ish emas bu. Bu da'vat dinning boshlanishi, din nima bilan boshlangan, shu da'vat bilan boshlandi aynan. Ya'ni shu eng oxirgi shu da'vat bilan davom qildi. Da'vatni biz tushundik aynan so'z bilan emas, harakatimiz bilancha, amaliy harakatimiz bilan. Bir odam gap qilmay, hamma ish durust bir ish qilsa, shuni qarab boshqa, ma odam shunda durust chiqib, mushadamdak bo'lsak bo'lgan, chunki bu durust bo'lsang, ishlaring yurishidi ekan, yo'lang ochildi ekan, kishilar buni hurmat qildi ekan, gipini tingshaydi ekan, yaxshi gapgan-ku deb kishilar shunaqa agishidi. U so'zmi kerak bo'lmaydi u chog'da. Shu niyatingda hamda men shu Allohning yo'liga da'vat qilaman. Birinchi o'zimni da'vat qilaman, unga oila a'zolarimni da'vat qilaman. Bundan keyin men bu uchrashgan atrofdagi har kishiga men yaxshi ta'sirimni ko'rsataman deb niyat qilsak, Alloh taolo bizga shuni yetkazadi. Avval shu niyatimizda shu bo'lsa, Alloh taolo bizni shu yetkazadi va o'zimizning bir kishilik musulmonchilikni qilish bilan birga Allohning yo'liga da'vat qilganligini savobini topamiz-da.
savobini topamiz. Musulmonlikning mas'uliyati ashundoq. O'zingning ibodatini qilib qo'yish bilan kifoya qilmaydi bu. O'zingning ibodatni bolalaringni tarbiyalab qo'yish bilan kifoya qilmaydi. Atrofingdagilar uchrashgan hamma yerga yaxshi ta'sir ko'rsatishimiz kerak. Musulmon degan hasal herisga o'xshaydi-da. Hasal herisi qanday? Güzel naat, yaxshi, pak narsani yeydi, pak hasal herisi burdi. Ba'zi insonlar oldu, chivindek insonlar var. Mikrobga yarısı konudu, yarıga konudu, mikrobni taqıtıdı. Şuna Allah Teala ikki tane mahlukatı vahiy qilgan. Biri insonlarning peygamberlerge vahiy qilgan. O iniq qoldi Adem Aleyhisselam'ın Resulullah'gacha peygamberlerge vahiy qilish ama başka canlılardan hasal herisga vahiy qilgan. Ve auha rabbuka ilen nahli an ittahizi minel cibali buyutta ve mineşşeceri ve ma ya'rişun deydi. Rabbim şu hasal herisga vahiy qildi ki bu şu tağlardan, nimelerden, bağlardan ve mındaqılıqı kişiler nimege hasal heris için yasagan sandıqlarga aşlaq yaxshi narsalarni ishini qo'yinglar, ajlandim qilinglar deb ayında buyurdi deb. Bu hasal herisi Allah'ın vahiyga ergashganlik uchun hasal dünyada en kıymetli, en sap, en şifalık narsa. Hasal herisinin üzümü ayna pakni yeb, pakni birdigan narsa. İnsan eğer aşı peygamberlerin vahiyga ergashsa var o hasal herisdek oldu. Ağını peygamberinin nimisinden peygamberinin buluqudun ağını şu hasalning aşı sap güzel sap aşı gül, çiçek şunda var. Birdigini bu müminnin faydalık hasal. Şuna muşu nimini o'xshatishga bo'ldi. Haqiqiy mushunda yaxshi mu'min odamni peygamberimizga ergashgan, Qur'on Karimga ergashgan haqiqiy mu'min odamni hasal herisga o'xshatib qildi. Çünkü bu mu vahiyga ergashidi, hasal heris mi vahiyga ergashidi. O kadar yani itoatchanki o hasal heris o to'g'risida ayrim bir o'tirishga to'g'ri keldi o hasal heris to'g'risida. Şunda bir itoatchanki şu GPS xuddi GPS deb qo'yamiz-ku. Uning aslında 5'de ayna ko'rsatgan aynan nimasi bor ekancha. Men bu hasal herisi bakkan qarindoshlarning qishga chiqdim. Ular deydi, masalan, bu yerda bu hasal herisininki bu nimasi bu sanduq shuna bor. Sanduqdan uçup ketdi bu. 1-2 kilometr, 3 kilometr uçup kelib gullarni elib ketgan. Muşu sanduqdan uçup ketdi. Uçup ketgandan keyin biz bu sanduqning yüzüne mayaga yetkazdik deydi. Yetkazsak bu herilar sanduqqa kelmay mishaga keldi deydi. Demakki Alloh taolo unga fasluku subul robbika zulula deydi ya. Robbingning yo'lida noati kamtarlik bilan to'g'ri mang'in deb buyurdi uni. Allah Teala buyurgan anı. Allah Teala'nın buyruğu pakiz narsani yeysen, yengib barmay, naq aşağı sandıqqa tushirsan deb buyurganda, shunda bo'lgandan o GPS men chikatgan ekan, buni GPS chikatgan yerga udul bo'lgandan keyin sandıqqa qarmaydi ekan o. Sandıqni menga evassaq deydi. Men onu sandık bo'lmasimi, yerila aşağı kelib viz qilib turib oldi deydi. Ko'rdingmi? Ashunda itoat qildi. Mu'min odam bu ashunda itoat qilsa Allah Teala'nın kösetmi. Bu şunda kız aşımınca ayda itaat kılsa dünyada mı ahiret mi hasal herisi kıymetli bulup bir insan. Aynı kıymetli buldu. İtaat ettin. Allah Teala hemimizni doğru işlerine muvaffak kılsın. Kalanlarında üzerindeki sual, cevap mı da paranlı şeyler de mi ben kılıvamayım.